Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda endi bunday fuqarolarga biometrik pasport berilmaydi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Deportatsiya qilingan fuqarolarga 2 yil mobaynida xorijga chiqish pasporti berilmaydi. Hukumat qaroriga ko'ra 1-sentyabrdan boshlab Migratsiya agentligi tomonidan xorijiy davlatlarning qonunchilik hujjatlarini buzish natijasida deportatsiya qilingan, shuningdek O'zbekistonning xalqaro nufuziga va obro' e'tiboriga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xatti-harakatlarni sodir etgan fuqarolarga doir ma'lumotlar migratsiya jarayonlariga doir ma'lumotlarning yagona elektron bazasi orqali yuritiladi. Hujjat bilan readmissiya qilingan fuqarolarga 2 yil davomida xorijga chiqish biometrik pasporti berish bo'yicha davlat xizmati ko'rsatilmaydi. Bunda readmissiya qilingan fuqarolarga chet elga chiqishi uchun biometrik pasport rasmiylashtirib beriladigan istisno holatlar Ichki ishlar vazirligi tomonidan belgilanadi. Agar biror o'zbekistonlik fuqaro chet elda qonuniy qolgan, vizasi tugagan, deportatsiya qilingan shaxs O'zbekiston tomonidan qabul qilinadi. Bu jarayon readmissiya deb ataladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga e'tiborishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.